Ana bir yakta bir avlu kolumuz çıktı mene görüşleriniz mümkün. Hava Xudoga şükür jallı yurtdi. Yaxşı. Aqancha so'm ekan? 40 so'm. 40 milyon so'm aytib turibdi mana do'stlar. Görüşleriniz mümkün. Ha, jiyani var. Ana do'stlar. Jiyani var, erkalab turibdi, erkalab. Bazar so'rayaptırma ağa buni? Bazar so'rayaptırma? Necha so'rab turibdi? Ayaqında 65'den sonra. Ana, ayaqında 35 milyona, jivoyina 65 ming so'mdan teraziga so'rabdi do'stlar. Jiyani var zo'r. Molim bor deb bag'aton chiroyli ekanligin. Ağa yeli baqsa bo'ladi buni, to'g'rimi? İş buzman ölecekmeli. He, yeli tish buzmabdi bu do'stlar yana. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi savdoңizni bersin ağa. 2026-yil 1-fevral do'stlar, boshlangan kunimiz xayrli, omadli, barakali kun bo'lsin. Shu bozorga mol olaman, sotaman deb kelgan hammaning ishlarini Xudoyim rivojini bersin. Sizlar uchun bugun bag'laton, so'ylaton, yosh xonajillarning narx-navolarini yoritib beramiz do'stlar. Videodan uzoqlashmay oxirigacha ko'rsangizlar, sizlar uchun foydali, manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Kanalga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaymiz do'stlar. Esa shu bilan videolarimizni boshlaymiz. Kuzatishda davom etamiz do'stlar. Do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qarasiz. Ajoyib zo'r bag'ilgan bir dona Greenfordimiz bor ekan mana. Bu yoqqa aylaning, bu yoqqa. Qani bu yoqqa aylaning, men sizni bu yerda ko'rib turibman. Ana og'angiz turibdi. Az so'raymiz. Ya og'am, ketib bor. Biza bu yoqda. Bu yoqda turib, bizni qo'l ko'tarib. Bosh. Kim botar yoqda tualetga? Aqancha so'm bo'ldi? Sotiladi ekan bular. Greenford 55 milyon dedisizmi ağa? 55 milyon so'm bu. Bozor so'radimi? He? Bozor Bozor so'rab turibdi. necha so'rayapti? 45, 46. 45-46 milyon so'mga so'ralib turibgan do'stlar menga. Mol ajoyib zo'r bag'ilgan narsa mana. Havas qilganlar bo'lsa, boqqanga rahmat deb yozib o'tib ketamiz. Teraziga necha so'm ağa? Teraziga shuni biladi. Shuni olib-ku. Necha so'm aytib turibsiz? 65. 65 ming so'mdan teraziga aytib turibgan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mol yaxshi sifatli narsalarga mana. Ustlaridan ko'rinishlari. Yaxshi savdoingizni bersin ağa. Do'stlar, mana savdosi bo'lib turganingiz. Hozir qo'ldan kelgancha savdosini ko'rsatamiz sizlarga. Hey, tepede forman yanına. Necha so'm aytib turibsiz ağa? Necha so'm aytib turibsiz? 66 takır oldu. 66 ming so'mdan teraziga so'rab turibgan do'stlar mana 5 skidga. 50'ye tepede yan basam arkadaş. Ko'rishlaringiz mumkin. Har tomonlama tavat deydi bu molni. Hazır bayramda, düğün bayramda. Molning uzunliklarini e'tibor eting ya do'stlar. Ajoyib zo'r ekanligi. Kamera çıkamasın tabii. Kameraga tushsa zayliq. Kanal bu. Oyog'i iyagima tegmasa oldu. Xorazm Chorva House. Asa arkadaydı. Oldu. Hey, bir gün baktama. Timur. Sana ver. Biri gel. Ay şuna basma gücüm yetmedi. Hey, 10 kilodan final. Var mı sıkıntı var sen? Bak. Var. Yok. Hey, yeter ay. Angus'un savdosi do'stlar. Gelişe de gelişeden bazan gelişi yola. Gelişi yola da 70'te 3 son payet. Ya. Hey, elbise sana koyana kaç para ay? Sana bu bakar ay.
alsam gerek. Bir şems 100. Enesi ihtiyarın görevi. Neçini makara. Benim doğru Kucak bas sonra Bol tuttu makara çünkü. Bunu bu bilen bunu bana. Sen bilen bana düşündür şart demez. Bu. Gerek yoksa 70'lik mi alan bu? 80'lik mi alan bu? Neçini favor. 65'li öldürüp taşıdı bu sakanaka. Layım ben. Buralara karo yok, başka yok. Makara 10 kilo. Öğlen başka. 10 kilo 20 kilo kaç tane kilo aldım. Yok. 15 kilo kaç tane. Neçini? Ben bir şampiyon. 1000 so'mning ustida turibdi savdosi. Xorazm Chorva House aka. Yok. 500 so'm aramızda 100. Ben barganda mı? Değişik demez. Değişik demez. Hey, sen yok gittin sen. 4 milyon. 4 milyon. Bering ağa, bering. Sen bunu versin. Kimin son ben gittiler. Ben anlattım bir şey yaptım. Dur bazar. Xo'p, yaxshi do'stlar, 66 ming so'mdan teraziga so'rab turibdi, egasi 67 ming so'mdan ber deb turibdi. Savdo uzoq cho'zilyapti. Sizlarga boshqa mollardan ko'rsatishim kerak, shuning uchun ularning savdosini bersin, sizlarga boshqa mollarni ko'rsatishda davom etaman. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu semental ma bu, Gniford bilan gibrid ma bu do'stlar. Januar zo'r narsa ekanligini. Aldım takla. Takla aldım. Zo'r bag'ilibdi janovarligin. Buning egasi yo'q o'xshaydi do'stlar. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, bunaqa molga e'tibor etamiz. Januar. Xorazm Chorva House. Januar zo'r bag'ilgan o'zi ekan. Bo'ylarni e'tibor etamiz do'stlar. Qancha so'm aytib tursiz buni? 65 milyon. Teraziga ning. 65 milyon so'm narxi, 75 ming so'mdan teraziga. Bozor so'radimi ağa buni? Bozor so'radimi? Necha so'rayapti? 50 milyon so'mga so'rab turibdi deydi do'stlar. Janavar zo'r narsa ekanligi. Hoppa. Bozorda xabardan bo'lmasa qo'ymaydi do'stlar. Do'stlar, mol yaqqan bo'lsa boqqanga rahmat deb ketasizlar menga. Ana buni yonida yana bir galishtim bor ekan. Bo'ylari baland ekan buni. 1.60 dan baland bu bo'ylari do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Januar zo'r narsa ekan bu ham. Ağa buni necha so'm aytib turibdi? Ağa galishti necha so'm ağa? Galishti necha so'm aytib turibdi? Necha so'm bo'ldi bu galashti? Bu ham 65 milyon so'm deb turibdi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mollar zo'r narsa ekan. Yaxshi savdangizni bersin ağa. Do'stlar, yana bir sementalimiz tushibdi. Tonna kelmasa ham 900 kilodan baland mol do'stlar. Janavar zo'r bag'ilgan ekan bular. Ağa necha so'm aytib tursiz? 80 milyon so'm baho aytib turibdi. Bozor so'radimi?
Teraziga qancha so'm aytdi? 70. Teraziga 70 ming so'm aytib turibdi. Oyog'ida 80 million so'm. Ana do'stlar. Januar zo'r ekan. Yaxshi savdoningizni bersin ag'a. Do'stlar yana bir mesniymiz zo'ri. Ag'ancha so'm aytib turibsiz? 38 million so'm aytib turibdi. Bozor so'radimi? Bozor 30 million so'mga so'rab turibdi mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r ekan axir ag'a. Telefon nomer qoldiramizmi ag'a? Qiziq qoladi. Shu yerdan sotilaman. Xudo xolasa, yaxshi savdoningizni bersin. Ag'a, qancha so'm aytib turibdi? Assalomu alaykum. Qancha so'm aytib turibsiz? 35 ta tutamiz. 35 million so'm aytib turibdi mana. Bozor so'rayaptimi? Qancha so'rayapti bozor? 30 million, ha? Bozor 30 million so'mga so'rab turibdi do'stlar buni. Bu bilan yeguvi почти bir xil narsa ekan mana do'stlar. Xorazm Charva House. Charva House. Ko'rishlaringiz mumkin ekan. Yaxshi ag'a savdoningizni bersin. Do'stlar, yana bir galishtinimiz chiqdi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ag'a, galishtincha so'm ekan. 40 million so'm aytib turibdi do'stlar mana aka. Qancha so'm aytib turibsiz? 40 million so'm. Bozor so'radimi? Necha so'radi? 35 million so'm bozor qo'yib turibdi do'stlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Januar zo'r narsa ekanligi. Uzunliqlarına e'tibor etinglar do'stlar. Boqmaga zo'r narsa ekanligi. Yana bor. Yaxshi savdoningizni bersin. Ben puluna burcum pulum. Verirsen mi? Ben 62. Vur. 62 ming so'mdan teraziga so'raldi. Hey, kalasan 35 bin al, kalasan 62 ölçep verdim. Gap yok. Hey, yok emez görünüşü bir de. Emme zor ya dey bana göre. Bu zor geminin başka öz. Bana göre hadi bakalım ben bu pulunu sarıp versem pul olmaz. Sonra bundan bir yerim tapam bunu. Bu geminin pulunu. Oylama sana bir yerim. Allah ona mı bakılmıydı? Hem bizi güzel. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. 62 mingdan berilmaydi bu. Yaxshi savdosini bersin. Do'stlar, mana bir Greenford bilan Angus gibridni bu mana ko'rishlaringiz mumkin. Januar zo'r narsa ekan, chiroyli. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Yesi yo'q. Yesi yo'qmi? Aman so'ysizmi? Necha so'm? Ha? Necha so'm? 55. 55 million so'm aytib turibdi mana. Bazancha so'm so'rayapti buni. 43 ga. Bozor 43 million so'm so'rab turibdi. Hozir tushirib bering. Bozor 43 million so'm. Terazi qancha so'rayaptilar aka? Azanda 67 so'raydi, 65 so'raydi. Azanda 67 mingdan teraziga so'ragan ekan, da 65 ga tushibdi do'stlar. Shuning uchun azangi savdo deydi-da mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, endi terazida sotilib turganlardan ko'rsataman. Ko'rishlaringiz mumkin. Ag'ancha so'mdan bo'ldi bu? 66 ming so'mdan 5 klass skitka bo'pti do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin.
Uğramak gerek biri çıkadı. Para ver. Para verdi ya. O takma. Çekil ha. Çıkadı o ayak çalaka. Ayağı çalıp turttu eke onu. Ana mindi. Ayağı minmey turttu onu. Ce. 22 şeyde. Oldu. 622 kila dostlar. 66 bin so'mdan bo'pti. Kayıt bile Salam para aleyküm. çıkarım buradan. Bok. Nege? Maşık. 66 bin so'mdan 622 kila dostlar. Görüşürüz. Berekesini bersin. Ağan qaram, satqan qadam. Dostlar mana Greenford'umuz. Necha so'mdan bo'ldi bu? Atan nechadan ketdi? Satmapti, prosta o'zlari uchun o'lchab ko'rdi do'stlar. Yanvar zo'r bag'ilgan narsa ekan lekin. Do'stlar yana o'zi uchun o'lchab ko'ryaptir. Sizlarga klassini ko'rsatish uchun videoga oltirman. Ko'rishlaringiz mumkin. Qancha keldi ag'a? Qancha keldi? 368 kilo ketdi. ...385 kilo keldi yani şu qaçarimiz. Necha so'mdan bo'ldi ag'a bu? Hop, o'zlari uchun o'lchab ko'rdi do'stlar. Oradan bo'lamiz do'stlar. Bozorda xabardan bo'lamiz do'stlar shunday mallarga. Nechadan bo'pti bu ag'a? Nechadan bo'pti? Hey ayak bana mı ettin? 57 ming so'mdan teraziga o'pdi do'stlar mana. Ayak bunu tut. Beskitga o'pdi. Xorazm Chorva House. 486 kilo keldi do'stlar yana. Ko'rishlaringiz mumkin. Necha so'm bo'ldi? Do'stlar yana semental sigir. Januar zo'r ekan. ...662 kilo do'stlar. Bu satılmapti, o'zlari uchun o'lchab ko'ribdi. Do'stlar mana ajoyib sementallar tushibdi, bir dona limuzin bilan ko'rishlaringiz mumkin. Hozir shuning narx-navolarini qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni olib beramiz. Boş. Janovarlarda chiroyli etib taxlab Boş. qo'yibdi. Malını video. Yaxshi. Do'stlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Ağamız quru semental bilan shug'ullanadi. Janovar. Arqalarini qarang do'stlar, arqalarini. Janovar zo'r o'zagan buni. Janovar. Hammaga nasib etsin shunday mal bag'ish do'stlar. Üstlerine itibar etmiyor do'stlar. Mal yoqqanimlar bo'lsa, baqqanga rahmat deb yozib ketamiz kommentariyaga do'stlarimga. Do'stlar 65 million so'm ekan buning narxi. Buni 60 million so'm aytib turibdi ekan do'stlar. Milyon degan pullar do'stlar kundan kunga hech narsa bo'lmay bo'latir meniki. 65 million. 60 million mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin.
Lekin mallar şoňa erziydi, sifatly nerseler menen dostlar. Özü bolmaýdy şu derejege ekilişdiňen. Bakkanğa rahmet dostlar. Ana dostlar. Aga zatı nu bunun? Çorny piyostur eken. Neçe so'm aytып tursa aga? 35 milyon so'm aytılıp turibdi ekan dostlar. Bazar so'rap atırma aga? Neçe so'rap atır? 25 milyon, 26 milyon so'm bazar so'rap turibdi ekan dostlar. Januar çıraylı bağlatan öje eken mine. Aga çiş buzmagan mı eli bu? Eli yaş öjek eken mine. Januar. Sementala gibrit eken dostlar yani. Nomer kaldırayım kızlık kallarga. 99'luk 99'lık 749 749 27 27 yani. Kızlık kallar bolsa telefon kılaverasizlar. Mal Urgenç'te. Yaxşı ağa savdanızı bersin. Dostlar bilen Messi'nin zoru çıktı mine görüşleriniz mümkün. Uzunluklarına itibar etingler dostlar bunun minege. Januar zor nerse ekenligi. Şvet paroda dedi. Neçe so'm aytdınız ağa bunu? 28 milyon so'm aytılıp turibdi ekan. Neçe bolsa beremiz bunu? Neçe so'rap turibdi bazar? 22,5 milyon, 23 milyon so'm so'ralып turibdi ekan. Dostlar mine. Mallı görüşleriniz mümkün dostlar. Acayip zor nerse ekenligi. Kızlık kalla üçün azı ağamızdan lacıvanca telefon numarini alamız. Telefonlaşıp mabada bazarda satılmasa yine varıp alıveresler dostlar. Ağa telefon numara kaldırık. Satılat. Ağamız şuradan satıladı diyene. Yaxşı. Savdasını versin. Ağa neçe so'm ayttınız ağa? 33 milyon so'm mine dostlar. Görüşleriniz mümkün. Acayip zor nerse eken. Bazar neçe koyup atır bunu? Belenti kança oldu ağa? 29. Belenti 29 milyon so'm boptu dostlar. Görüşleriniz mümkün. Mal acayip sifatli bezek eken mine. Angus. Angus deydi. Kaç yüz metre? Nomer kaldıramız mı ağa kızık kallağa? Alaman değil adamlar olsa joyları var. Ağa nomer kaldırık. Telefonlaşıp barıveret. 99 706 706 34 28. 34 28. Bu mallar nerede boladı ağa? Bağat'ta. Dostlar yana kızık kalla bolsa Bağat'ta yine izi var dedi bundan. Ağamız telefonlaşıp barıveret. Simental Angus hemme türünden var. Semental Angus hemme türünden var dedi. Halagan malыңızdan top beremen deyden ağamız. Yaxşı savdasını versin. Sen başı taraf hemen sıkır baza taraf ödersin. Ağa neçe so'm aytып turibsiz? Yaman çıraylı olib turibdi bu Januar. 40 milyon so'm aytılıp turibdi ekan mine dostlar. Bazar neçe qo'yib atır? 34. Bazar 34 milyon so'm qo'yibdi dostlar mine. Görüşleriniz mümkün. Januar zo'r narsa ekan. Hozir orqa oyoqlardan ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana dostlar. Bo'ylari 1,5 metr keladi dostlar. Görüşleriniz mümkün. Yaxshi savdasini bersin. Dostlar bilan bağlaton bir sharali bor ekan bilasizlar uchun. Ko'rishlaringiz mumkin. Januar zo'r narsa ekan. Uzunliqlarına e'tibor etamiz menga. Necha so'm aytdingiz ağa buni? 30 milyon so'm narx aytib turibdi ekan ağamız. 4 8 boyuna. 4 tane o'gitchasi bor ekan bilan ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bir chetdan xudo xolasa ma'lumotlarni olib beraman. Buni bozor so'radimi? Ha soat tuttular. Necha so'radi? 24 yarım saat. 24 yarim ham so'rab turibdi. 25 ham so'rab turibdi do'stlar. Buni necha so'm aytasiz ağa? Bu Messi'ning zo'rini. Qaysi sizdan ağa? O kara onun arkasındaki karalarına. Bu necha so'm bu talg'ir? Talg'ir 30 so'm. Budam shu baha so'ralganda 24 yarim 25. Ana do'stlar. Nomer qoldiramizmi qiziq qollar uchun ağa? Nomer kaldırmak gerek. Endi uydan ham olishi mumkin-da. 88'lik 88'lik 459 459 38 38. 38 38. Bu mallar nerede bo'ladi ağa? Koçkil markası var.
Ana do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib boraverasiz anaga. Mallar ajoyib zo'r ekanligi. Yaxshi savdoningizni bersin og'a. Do'stlar, g'unojin sig'illardan ham ko'rsatib o'taman. Qo'ldan kelgancha mana semental sig'irimiz bor ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Jonivor zo'r narsa ekan. Ag'ancha so'm aytib turibsiz buni? Xo'p, egasi yo'q ekan buni do'stlar. Do'stlar, shuni savdosi bo'lib turibdi. Necha so'rab turibsiz og'a? Necha so'm so'rab turibdi? 17 million 300 ming so'mga so'rab turibdi do'stlar mana. Yaxshi savdosini bersin. Ag'a, necha so'm aytdingiz og'a? 22 million so'm. Bazancha qo'yapti. Bazan 17,5 million so'm qo'yib turibdi do'stlar anaga. Savdoningizni bersin yaxshi. Do'stlar, mana bir gibridimiz bor ekan, mana ko'rishlaringiz. Ag'a, necha so'm aytib turibsiz? 28 million so'm aytib turibdi ekan. Bazancha so'radi? 23. Bazar 23 million so'm so'rabdi ekan do'stlar. Do'stlar, mana bir gibridimiz bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Jonivor zo'r narsa ekan. Ag'ancha so'm aytib turibsiz? 28 million so'm aytib turibdi ekan. Bazancha qo'ydi buni. 25-26 million so'm. Har kim har xil so'rab turibdi deydi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Nomer qoldiring og'a, qiziqqanlarga. 99lik 526 68 77. Mal nerede bo'ladi og'a? Urganchda yana. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yaxshi savdoningizni bersin og'a. Qisarang hozir bu. Do'stlar, 24 million so'm aytib turibdi ekan shu menga. Qisar ekan ichi. Necha tug'an bu og'a? Birini tug'an ekan aka. 24 million so'm. Do'stlar, savdo bo'ldi. Shu malimiz. Yaxshi lövzü bolasan. Yo'q, molni hali 10 million asosdan bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi 100 ming. Yo'q, İran oldu. Qara. Ey bizden çıkarsan. Hey, chiqarib beradi. Hey, qo'ysa, Yo'q, sarı yapay. Sen imam olasan, olasan, dursan. Makara, men bundan yaxshi molni beraversan yaxshi ish tur. Do'stlar, Yo'q, sağ boynuna hiç. aynoqda pritsepga baylanib turgan malning savdosi bo'lib turibdi ekan. Bu yerdagi mallarning emas ekan do'stlar. Men bu malning savdosi deb o'yladim. Mana buni semental sig'irning savdosi bo'lib turibdi ekan do'stlar. Yaxshi savdosini bersin. Do'stlar, mana bir qora qacharimiz bor ekan. Qancha so'm aytibsiz? 19 million so'm aytib turibdi ekan. Bo'zmi, qisirmi? Qisir ekan. Bazancha qo'yapti. 15-16 so'radi. Bozor 15 million 16 million so'rab turibdi ekan do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Jonivor zo'r narsa ekan. Necha tug'an bu og'a? 3 tug'an. 3 tug'an ekan mana do'stlar. Yaxshi savdoningizni bersin og'a. Ag'ancha so'm aytdingiz buni? Videoga tushib kelyapti buni. 28? Bo'g'azmi bu ya? Doğman qaçar deydi. Do'stlar, lekin zo'r semiribdi bu malimiz. O'gitcha pasovun ekan o'zi. Bazancha qo'ydi og'a buni. 22 million so'm so'rabdi bozor do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi savdoningizni bersin og'a. Necha so'm aytib turibsiz og'a? 18 million so'm aytib turibdi ekan do'stlar. Bo'zmi, qisirmi? Qisir ekan. Tug'anmi bu og'a? Bir tug'an ekan. Bazancha qo'yapti. Bozor 14,5 million so'm so'rab turibdi ekan do'stlar. Qiziqqanlar uchun nomer qoldiramizmi og'a? Yo'q, kerak.
Şu yerden satılat deydi ağamız. Savdanızda versin ağa. Ana dostlar ya şunu acın. Ağanca somayet dursa selamun aleyküm. Bu satıldı. Neçe oldu? 12 oldu. 12 milyon so'm bo'pti do'stlar mana. Satıldı mı bu? Nereye çıkarız? Janovar zo'r narsa ekan bu. Ko'rishlaringiz mumkin. $1000 bo'ldi deydi ağamız. Ağangaram, satqangaram barakasini bersin Xudoy. Do'stlar mana Bag'alaton yosh o'jagimiz bor ekan. Necha oylik bu ağa? 13 aylık. 13 oylik ekan mana do'stlar. Necha so'm aytdingiz? 19 million so'm narx aytdi ekan. Bozor necha qo'yaptir bu? 17 so'ra. Bozor 17 million so'm so'rayapti ekan do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ha, jonivar ana. 13 oylik boğa sakraman deydi bu do'stlar mana. Neye soradılar mı? 17. Nomer qaldiramizmi ağa? Yok şöyle sat gidelim. Savdanızda bersin yaxshi. Do'stlar mana talg'ir bor ekan bu talg'ir. Angliyadan gelmiş tuxumluku. Tuxumluqa ha, zot uchun bu. Zat yan poyizda. Mana ki. 16 milyon aytdingizmi narxini? 16 milyon so'm narx aytib turibdi mana ki. Do'stlar, molni to'liq orqalari bilan hamma joyini ko'rsatib bera olmay turibman. Sebab bozordan tig'ilish. To'g'ri tushunasizlar. Do'stlar, mana ki shvedmi bu ağa? Shved bor edi, o'jagimiz bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Jonivar zo'r narsa ekan mana. Chisti o'zi mana do'stlar, oq tumshuq, quloqlari sari. Necha so'm aytdingiz ağa buni? 20 milyon so'm aytib ekan. Bozor ne qo'ydi? Bazar 16.800, 16.5. 16,5, 16,800 so'rab turibdi ekan bozor mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Lekin bog'ish uchun zo'r o'j ekan mana. Nomer qoldirik ağa shu malga. Uydan satiladi-da bu. Zo'r o'j ekan ağa bu. Ayting. 94, 94 807, 807 70 50. 70 50 necha bo'lsa beramiz ağa, bir ustuna qo'ysa beramizmi hozir? 17 yarım olsa ben. Ana do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. 17,5 million so'm bo'lsa beramiz deydi ekanmiz. Qochirmay aytdi narxini. Nerda bo'ladi bu mal ağa? Göcede. Go'jada bo'ladi ekan bu mal. Ana do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yaxshi ağa, savdangizni bersin. Do'stlar, yana bir avliokol bor ekan, gibrid. Necha so'm ekan uka? 35 değil mi? 35 milyon so'm narx aytib turibdi. Bu semental bilan gibridmi ya, avliokol? Yok, rossiyskiy simental. Rossiyskiy semental ekan do'stlar mana. Bozor necha qo'yapti? 29, 30 şimdi sat. 29, 30 milyon so'm so'rab turibdi ekan bozor mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. 35. Nomer qoldiramizmi aka? 77'lik, 77'lik 115, 115 48, 38. 48 38. Nerni moli bu? Urganch. Urganchni moli do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Jonivar zo'r narsa ekan bog'ish uchun. Orqalarini e'tibor etinglar do'stlar, buning minaki. Yenilib ekan mana. Jonivar. Boylar ham 1.20 dan kam emas, 1.20 ning ustida 1.30 ham kelib qoladi do'stlar minaki. Yaxshi savdongni bersin uka. Ag'ancha so'm semental? 28 milyon so'm ekan. Ana do'stlar. Necha oylik bu ağa? 4 oylik ekan do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. So'rab turibsizmi ağa ya? Sorap tutma. Necha so'raldi ağa? 23 600. 23 milyon 600 ga so'ralib turibdi ekan do'stlar mana. Yaxshi savdangizni bersin ağa. Do'stlar, mana shuni yonidagi sementaldan ko'rsatib o'taman sizlarga. Yuqoriroq avstriyskiy o'xshaydi bu, sal gibridroq avstriyskiyga. Ag'ancha so'm aytib turibsiz? Ko'rishlaringiz mumkin. Jonivar zo'r o'zi ekan. Ag'ancha so'm aytdingiz buni? Hozir narxini so'rab aytamiz do'stlar sizlarga.
Dostlar 42 milyon so'm narx aytib turibdi ekan, 36 milyon so'm bozor so'rab turibdi ekan mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib zo'r o'z ekan. Hozir savdosi bo'lib turibdi mana ekan. Do'stlar buning savdosi sal cho'zilajaq, sizlarga boshqa mollardan ko'rsatib turaman shungacha. Qancha so'm aytdingiz bu sementalni? 42 milyon so'm aytib turibdi ekan do'stlar. Bozor ne qo'ydi buni? 35-34 tish buzganmi? O'jak ekan yil do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yanvar zo'r narsa ekanligi. Teraziga sotiladimi bu? Nechadan? 75 bozor so'raydi. 75 ming so'mdan teraziga so'rab turibdi ekan bozor mana do'stlar. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Ayting. 93 547 52 22 do'stlar. Ana bundan boshqadan bor deydi. Semental bor oxirin ha? Ana qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nerda bo'ladi bu mollar aga? 49 ning oxirida deydi Paxtakorda do'stlar. Tuyoqlari stakan tuyoq ekan mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Tikvech. Bo'ylari 1.30 dan baland do'stlar mana ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonlashib boraverasizlar. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar, shu bilan bugungi videoni yakunlaymiz. Video sizlar uchun foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bir dona like bosib o'tamiz do'stlar. Kanalda qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaymiz.